Bujim palyonchilar. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz qadrli obunachi do'stlar. Barchangiz xush keldingiz aziz muxlislar. Mana biz bugun baliq ovimizni ko'rish uchun boryapmiz. 18-noyabr kuni, panshanba kuni. Inshaalloh bir borib ko'raylik to'rimizni. To'r qo'ygan edik. Shu to'rimizni borib ko'raylik. Qanday ov bo'lgan ekan video davomida ko'rsatib turamiz. Aziz muxlislar, kanalimizga obuna bo'lishni va videomizga ham like bosishni unutmang. Mana shu yaqinlarda qo'ydik, Oriq bo'ylari, Afg'oniston. Mana inshaalloh ko'raylik borib, qanday bo'lgan ekan natijasi. Mana bu ukamiz tushib ketdi. Hoş ko'r hana. Bormi? Al ana. Boshqa yo'qmi gerhon ichine? Qo'y, yedingmi? Mana ariqlarning suvini tugab qolgan, ariqlarning suvi. Boshqa yo'qmi? Sen vaqtdan boshqa vaqt tushmadilarmi? Alan sho'lan bir chiqar. O'tgan yillari baliq ko'p bo'lar edi. Bu yil ancha kamaygan. Aziz muxlislar, baliq ancha kamaygan bu yil. Inshaalloh Amudaryo bo'ylarga ham borib video qilamiz. Inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qiziqadigan do'stlar bo'lsa, videomizga ham like bosib qo'ying. Inshaalloh yangi videolarni chiqarib turamiz. Mana shu hozir baliq mavsumi, baliqlar ko'payadigan mavsumi. Bu yil o'tgan yilgidan ko'ra ancha kamaygan baliqlar. Mana bu oriqlar. Ko'rayotganingizdek qamishlar, to'la qamishlar. Qarmog'im burab ko'rildimi? Qarmoq. Ikkita sazan, aziz muxlislar, ikkita sazan tushibdi. Mana bu ikkita sazancha. Go'rkatan. Go'rkatan. Giyman chapling. Giysin giy. Ikkita sazancha. Kichkina sazanchalar tushibdi, aziz muxlislar. Mana shunday kichkina sazanchalar ko'p ariqlarda. Shulardan tushib turadi. Inshaalloh bu baliqlarni ko'p beramiz.
Şu tomonga ko'barib qo'yaveramiz. Bu kichkina baliqlar kattasin, kattakon bo'lsin, Omo daryoga borib kattakon baliq bo'lsin. Inshaalloh undan keyin ushlaymiz. Böyle taşlama da ver pelay. Bar video için göverden ha çakçıyıp. Onu yana koydu. Böyle ver onda. Korkma. Yok korkma. Böyle niye gördüm? Hani. Ne kadar verme. Hani taşla.